Vau, meni zo'r daromadga olib chiqqan. Klientlaringiz oldida uyaltirib qo'ymaydigan, ustini qancha bossangiz ham balandligini yo'qotmaydigan bomba Napoleon tayyorlaymiz. Elaklangan unimizga yumshoq margarin solib urib olamiz. Polib olgan xamirimizdan 3 ta piyolaga olib qo'yamiz. Oxirgi idishimizga muzdek suv, tuxum sarig'i, uksus, tuz solib aralashtirib olamiz. Tayyorlab olgan massamizni solib, uni kamlik qilsa oz-ozdan un solib, xamir qorib olamiz. Xamirimiz yumshoq elastikniy ko'rinishda bo'ladi. Xamirimizni 15 daqiqaga tindirib qo'yamiz. Tinib olgan xamirimizni yoyib, polib olgan massamizni bir piyolasini solib, konvert shaklida o'rab olamiz va xolodilnikka qo'yib olamiz. Bu holat 15 daqiqa orasida 3 marta takrorlanadi. 3 ta piyolani ham solib bo'lgandan so'ng 4-inchisida o'zini konvert qilib o'rab olamiz va xolodilnikka 1 sutkaga olib qo'yamiz. Ayni shoshib turgan bo'lsangiz 2 soat ham yetadi. Xamirimizni xolodilnikdan olib 6 bo'lakka bo'lib olamiz. Bo'lib olgan xamirlarimizni un sepib yoyib, birin-ketin pishirishni boshlaymiz. Aytmoqchi, Napoleon xamiri yoyayotganda unni juda ham yaxshi ko'radi. Bo'lsin, sizlarga bo'lsin dedim-da, hozirgi trenddagi Napoleonni kremini o'rgatib keta qolay dedim. Ana endi Napoleoningizni kremini chertib qo'ymaysiz. Saryog'imizni mikrovolnovkada yaxshilab eritib olamiz. Eritib olgan saryog'imizga quyultirilgan sut solib aralashtirib olamiz. Ana endi sochni mo'shli Napoleonlarni birin-ketin taxlaymiz. Aniq ayta olaman, bu Napoleon sizni ham daromadga olib chiqadi.